Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu narsaga ko'pchilik tushib qolgan bo'lsa kerak. Menda ya'ni shunaqa narsani orqasidan topilgan pul bor edi, tavakkal qildim. Va mana hozir 360 ming ketdi. Ya'ni yedirdik. Ya'ni bularning tuzog'i katta. Bir-biriga ulanaveradi. Bu holatda yozadi. Bundan keyin orqaga chiqqaningizda maosh 29 ming to'lanadi. Haqiqatan to'ladi, tushdi, rahmat. Bu esa ilib olish. Mana bu esa ularning gruppasi. Mana bu gruppada 10 kishi bor. Bularning ham hammasi menimcha o'zlari bo'lsa kerak. Ya'ni meni ishontirish uchundir. Har bitta guruhga shunaqa. Bu guruh kechgacha ishlaydi, kechqurun udarit o'qib ketadi va yangi guruh ochiladi. Bu katta tizim. Mana ko'rib turganingizdek, boshlanishi shundan boshlangan. Mana. Hop, keyin bunga o'tkazgan. Bu bunga yo'naltirgan. Xullas yedirishdi. Ehtiyot bo'linglar bunday holatda. Maslahatim, hech qachon ishonib qolmanglar. Hattoki mana pul tushirish uchun ham beriladigan plastik raqamlar ham har xil ismlilar. Ya'ni Norboyev Boburga bergan bo'lsa, keyingisida boshqa shaxsning ismini berdi. Ya'ni Mirza Rahmatov Abbosbek deganni berdi. Bular ham xuddi menga o'xshab o'ynayotgan o'yinchilar, boshqa gruppalarda faqat. Xullas, bu katta tizim bir-biriga yediradi. Ya'ni men uni plastikga tushirib beraman, u meni plastigimga tushirib beradi. Shunaqa qilib davom etadi. Hech qanaqangi bayda haqqoniylik yo'q. Ya'ni bu ham bir piramidada bu ham. Xo'sh, hozir siz agar buni ichki ishlarga bersangiz, aytaylik meni pulim yeb ketdi deb berib, mana bu plastik raqamni beradigan bo'lsam men, bu plastik raqamni egasi ham xuddi shu o'yinni o'ynayotgan bo'ladi. Ya'ni mana shu plastik raqamni berib, mana shu odamga tushirdim men desam, bu odam ham Mirza Rahmatov Abbosbek degani ham xuddi menga o'xshab o'ynayotganlardan bo'ladi. Ya'ni buni ham plastikiga kimdir pul tushirib beradi. Ya'ni bir-biriga bog'lash, bu plastiklarni bir-biriga bog'lab, ash tartibda pulni yechib olishadi. Ya'ni bu asta-sekinlik bilan chiqadi. Birinchi 79 ming so'mdan boshlandi. Yana ko'rib turganingizdek, qabul qiluvchi Ozodbek Sulaymonov. Bu ham kimdir? Uni hisobiga pul tushirib berishgan.